Aziz qarindoshlar, hammalarning joy vaqt xayrli bo'lsin. Men hammalarga shuni jakarlamoqchi. Men shu hozir dunyoning har qaysi joylaridagi Avstraliya, Yaponiya, Avropa, Kanada, Turkiyaning bu shahar-shaharlarga qatlab yosh bolalarning kompyuterni ko'tarib, cho'nglarga tushuntirib, cho'nglarga imyoli ichib, cho'nglarningki shu ism familiyalarini qilib, hatto bolalargacha imzo to'plashga yordam berayotgan barliq qarindoshlarimizga jafo chekib, pat-patroqchilikning ichida mush ishni millatimning ishi, ziminimning ishi, vatanimning ishi deb qilgan Amerika, Chicago, Los Angeles, New York'daki ba'zi bir cho'ng dadlarimizdan tortib, cho'ng akalarimizgacha qor yig'ayotgan mushu kunlarda Virginia shtatidan New York'larga chiqib mushu ishlarga yordam bergan akalarimizga dunyoning hamma yeridagi, hatto Qozog'istondami ish chiqqan kuni to'rning izlik ketishini ta'minlagan ba'zi bir vatanparvar qarindoshlarimiz oldin to'plagan o'zlarininki ism familiyalarni darhol bizga yetkazib mushu ish uchun kuchigan barliq qarindoshlarga men chin qalbimda rahmatimni aytaman. Bu qarindoshlardan Xudo rozi bo'lsin. Biz Dunyo Uyg'ur qurultiyiga o'xshash bir pastkash odamlar emas. Biz g'arb ellarga Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga Oqsaroyga o'zimizningki o'ng qanot bo'lib shakllanganligini, bizning asldagi da'vorimizningki mustaqillik da'vosi ekanligini, ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyining birdan bir tashkilot deb o'zini shohning o'rniga qo'yib olib, bizning da'vorimizni Sharq Turkiston davosini Uyg'ur davosi qilib qo'yganini, Uyg'ur kishilik huquq diniy erkinlik davosi qilib qo'yganini, bizningki tub maqsadimizning mustaqillik ekanligini, mustaqillik bo'lgan chog'da irqiy qirg'inchilikdan qutula oladiganligimiz to'g'risida biz inglizcha raporlar yo'llab, mushu tizimliklar bo'yicha Oqsaroy bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga yo'llaymiz qarindishim. Biz o imzoni evilib, o'zimizniki manfaat uchun ishlatmaymiz. Biz umumiy Sharq Turkistonniki butun xalqninki, butun lagerlik azob chekayotgan, dard tortayotgan xalqimizninki yurak so'zlarini, orzu armonlarini, istaklarini dunyoga anglitamiz. Qisqagina shu 2022 yilda Xudoyim buyursa biz qilgan ishimizningki chiqib javobini beramiz. Shuningga men shu Turkiyaning har qaysi shaharlarida qatnayotgan, shu Qirg'izistonda ish qilgan cho'nglarga, yurtboshlarga, shundaqla Turkiyada shaharlarda uylarga kirib, mush ishni qilayotganlarga, O'zbekistondagi Uyg'ur mahallariga berib, yosh bolalarningki Uyg'urning mustaqillik uchun, Uyg'urningki indigenous kategoriyasidan chiqish uchun kuchayotgan qarindoshlarimizga Avstraliya, Amerika, Kanada, shu butun dunyodagi, hatto Hindistondagi bir 15 tak akimizga rahmat aytaman. Alloh rozi bo'lsin. Qarindoshlar, shu imzo uchun kuchigan barliq qarindoshlarga chin qalbimdan rahmat aytaman.